Alloh taoloni hech kim ko'zi bilan ko'rishlikka qodir bo'lmaydi. Na bir maloikalar, na muqarrab farishtalar, na anbiyolar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu Me'roj kechasida, ana shu 7-osmonning ustida namozni 5 mahal farz ekanligini olib tushganida, Oysha onamiz so'raganki, "Ya Rasululloh, Robbingizni ko'rdingizmi?" deganida, "Hamma yo'q nur edi. Qayoqdan ko'ray?" dedilar. Rasul aytadilar, "Uning hijobi nurdir. Agar uni ko'tarsa, Alloh taolo shu hijobini ko'tarsa, yuzining ulug'ligi, ya'ni go'zalligi uning nazari tushgan mahluqotlarni kuydirib yuboradi. Inson zoti, umuman mahluqot Alloh azza va jallani ko'rishga ojiz bo'ladi, ko'ra olmaydi. Allohni ko'rish emas, quyoshga qaranglar 3-4 marta. Tikka qarang quyoshga 3-4 marta ko'zingiz bilan, ochkasiz yoki niqasiz, maskasiz nima bo'ladi? Bitta mahluqdan chiqqan yorug'lik nur sizni ko'zingizni ko'r qiladi oxiri 10 marta qarang. Mahluq sizni ko'zingizni ko'r qilib qo'ysa, ko'zingiz unga qarashlikka ojiz bo'lsa, Alloh azza va jallani ko'rishga qanday qodirman deydi bir inson. Allohni ko'rishingiz uchun birodarlar dunyodan o'tish kerak, jannatga kirishlik kerak. Shunda Alloh taolo xohlasa yuzini ko'rsatadi. Alloh taolo aytadi, u kunda, qiyomat kunida mu'minlarning yuzlari yashnab, Parvardigorlarga boqib turgushidirlar. Inshaalloh ko'ramiz birodarlar. Inshaalloh ko'ramiz.